ota-onami, bir duolarni oladigan ukalarimiz videoga yaqinroq kelinglar. Sizlar uchun bugun Umra safari haqida gaplashamiz. Xudo xolasa, videoda oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, necha kun bo'ladi, qayerlarda bo'ladi, qanaqa ziyorat sayohatlar bor, ibodatlar bor, hammasini batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. Mabodo kamko'st bo'ladigan bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Kommentar fikrlarini yozib ketinglar. Like bosib, bizni qo'llab-quvvatlab, bizni kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalaring, chegirmali narxlarda Xudo xolasa videolar chiqarishga harakat qilamiz. Sizlar uchun doimo harakatdamiz. Ibodatlar o'sha 14 kun bo'ladi. Ziyoratimiz, sayohat, ibodatlar hammasi birgalikda 14 kun bo'ladi sayohatimiz. Birinchi bo'lib o'sha 3 kun Madinada ziyoratimiz bo'ladi, keyin Makka da bo'ladi. 11 kun Makka da bo'ladi. Madinada 2 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi, Makkada 3 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi, Xudo xolasa. O'zimizni o'zbek po'ra akalarimiz xizmatda turishadi, yaxshi chiroyli ovqatlar bilan siylashadi. Endi ziyorat, sayohat, ibodatlarimizga keladigan bo'lsak, birinchi bo'lib payg'ambarimiz ravzalaridan ziyorat boshlanadi, Xudo xolasa. Xurmo bog'i, Qubo masjidi, Muzdalifa, Hiro g'ori, Arafat tog'i, Qizil dengiz va Toyib shaharlari. Bundan tashqari ham bir 10 ta 15 taga yaqin har xil ziyorat, sayohat, ibodatlarga olib boriladi. Bemalol o'sha ziyorat, sayohatlar qilsalar bo'ladi, Xudo xolasa. Toyib shahriga chiqib kelingandan keyin erkak kishilar, aka-ukalarimiz ikkinchi marta umra amalini qilib olsa bo'ladi. Ikkinchi marta o'sha ehrom baylashadi, chiroyli qilib umra amalini qilib olsalar bo'ladi. Bitta to'lov evaziga ikkinchi marta umra amalini qilib olsalar bo'ladi. Bizni firmamiz tomonidan beriladigan bitta to'lov evaziga beriladigan bepul sovg'alarimiz bor. Bular bejik beriladi har bitta ziyoratchimizga. Kamzilcha beriladi, kiyib olasizlar. Keyin bunday so'mka beriladi. Bu so'mka o'sha dokumentlaringizni, zarur narsalar sog'ib olasizlar. Telefon sog'ib olsalar bo'ladi yoki telefon cho'ntaklaringizni sog'ib olsalar bo'laveradi. Qaysi biri ma'qul bo'lsa. Xo'p, litsenziya N0014 Maygovdan tekshirib olsalar ham bo'ladi. Farg'ona viloyat Marg'ilon shahar stansiyada rasmiy ofis bor, rasmiy kassalar bor. Kelib o'zbek so'mida to'lov qilsalar ham bo'ladi. Bemalol kelib litsenziyalarni tekshirib, ko'rib, o'zlaring ishonch hosil qilsalar ham bo'ladi. Yosh katta otaxon, onaxonlarga oyoqlari og'riydigan bo'lsa, aravacha masalasi, aravachani xohlasalaring battan olib kelsalaring ham bo'laveradi bemalol. Hech qanaqa ortiqcha to'lov olinmaydi. Xohlasalaring atdan olsalaring 14 kunga bepulga beriladi. Bemalol foydalanib o'sha qaytib kelayotganlaringni topshirib kelsalaring bo'ldi. Xo'p, yana bitta to'lov evaziga bu sovg'alarimizdan tashqari 5 litr zamzam suv qaytib kelayotganlaringni har bitta ziyoratchimizga Xudo xolasa beriladi. Olib kelib uydagilar xursand qilsalar ham bo'ladi. Endi to'lovga keladigan bo'lsak, ekranda nomerlarga aloqa qilsalaring, operatorlarimiz javob berishadi. Sizlarga bank shot raqamini tashab berishadi. Eng yaqin bankka borib, to'lov qilib, chekini Telegramdan tashab bersalaring, Zagran pasport, qizil pasportlarni tashab bersalaring, joylarini bron qilib berishadi. Chiroyli qilib Centrum Holidays firma bilan birgalikda borib ibodatlar qilib kelasizlar, Xudo xolasa. Har bitta bizni ko'rib turgan obunachimiz har bittalaring borishlik nasib qilsin. Kommentarga inshaalloh ota-onamni, yaqinlarimni olib boraman, birgalikda boraman deb kommentar yozib ketsalar juda ham xursand bo'lamiz. Tanjonlaringiz sog' bo'lsin. 16-yanvardan 31-yanvargacha bitta narx belgilandi. Seshanba, chorshanba kuni Farg'ona, Madina, Farg'ona, Jidda yo'nalishlari bo'yicha reyslarimiz bor, premyer reyslarimiz. Namangandan bir hafta bir marta reyslarimiz bor. Namangan Jidda yo'nalishi bo'yicha, Toshkentdan kunda kunora Toshkent Jidda, Toshkent Madina yo'nalishlari bo'yicha premyer reyslarimiz bor. Bu standart plus paketimiz. Gostinitsa oraliq masofasi Madinada 200-300 metr atrofida bo'ladi. Makkada 1,5-2 kilometr atrofida bo'ladi, Xudo xolasa. Bu standart plus paketimiz o'sha 16-yanvardan 31-yanvargacha bemalol aloqa chiqarasizlar. Ekranda nomerlarga aloqa chiqarasizlar. Qaysi biri sizlarga o'sha ma'qul bo'ladigan bo'lsa, qaysi kunga bo'ladigan bo'lsa, operatorlarimiz sizlarga joylarini bron qilishga yordam berishadi. To'lovga keladigan bo'lsak, standart plus paketimiz o'zi $1100 olishimiz kerak. To'g'risi $1100 sotilishi kerak. Bu narsa sizlar uchun biz harakatdamiz. $1050 dan qilib belgilandi. $50 sizlar uchun foyda bo'ladi bu. Agar sizlar 5 ta, 10 ta, 20 ta bo'ladigan bo'lsalaring, yana ham chegirmali narxlarda qilib berishga harakat qilishadi operatorlarimiz, aloqa chiqarasizlar. Bundan tashqari 27-kuni bir kun faqat Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha komfort paketimiz bor. Bemalol aloqa qilsalaring, komfort paketimiz yaxshi, qulayli tomonlari Madinada 3 mahal o'zbek milliy taomlari, Makkada ham 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Gostinitsa oraliq masofasi 100 metr bilan 200 metr oralig'ida Madinada bo'ladi, Xudo xolasa. Makkada 800 metr bilan 1 kilometr atrofida bo'ladi. Adashmayotgan bo'lsam, mabodo adashayotgan bo'lsam, operatorlarimiz yana ham to'liqroq ma'lumot berishadi. Shu farqki, komfort paketda
Komfort paketda standart plus paketga nisbatan yaqinroq bo'ladi gостiniца Orol masofasi. Madinada 2 mahal bas, 3 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi, xudo xolasa. Komfort paketi narxini $1100 deb belgilandi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Qaysi bir komfort xohlasalaring komfort, Farg'ona Jidda Premier reysimiz bo'ladi. Xohlasalaring standart plus paketlar bor. Qaysi biri ma'qul bo'lsa, ekranda aloqa nomeriga chiqaverasizlar. Tan joylaringiz sog' bo'lsin. Navoiy kamikost bo'lsa kommentar fikrlaringizni yozib ketasizlar. Sog' bo'linglar.